soat 7:40. Shunaqa havo toza, shamolchasi bor. Shamolchasi salqin, havo o'zi issiq, shunaqa mazza. Nasib bo'lsa hozir yaxtaga ketamiz. Soat 8:20. Завтрагim mana bunaqa qilib qo'yamiz. 10 minutdan keyin bizlar kelib bitta uspet qilishim kerak. Bugungi turni arzon olgandik. То есть arzon emas, ko'pchilik oladigan narx. O'tgan safar biz qimmatini olgandik. $65dan $130 ikkita olgandik. Bugun esa $25dan $50. Hozir farqini ko'ramiz. Hozir avtobus bir xil, kelayotgan joyimiz ham bir xil. Yaxtasini ko'ramiz, obslužniysini ko'ramiz. Nuqa nima farqi bor? Qimmat bilan arzoni, если arzoni bilan qimmatini farqi bo'lmasa, конечно же, ishni qilmasdan arzonni olavergan yaxshiroq. Zaydi yaxtaga ketamiz. Qaralganman, qaranglar qanaqa zagar olganman. Oftob yomon. Shuncha 50%lik SPS tutapam, shuncha zagar olaman. Если tutmasam, 30ligini tutsam bilaman nima bo'ladi. Shu ostanovkasidan Salyarkanskiy kelib shasidi. Odam ham yomon ko'p bugun. Rosenta Floor. Bugungisi Soniya. Obuv chiqarib, oqa qo'yamiz, keyin tepaga chiqamiz. Hozir bizlarga instruksiyani tushuntirib beradi. Metrolima. Я могу работать на дайвинге. А? Помощник не хочет, Жоба? Помощник себе не хочет? Mana suvda personalda sizlar chunki men anaqa chuqur ocham olib tushdik, pas ocham tushdik biram. O'shani aytibdi. Sen professional desan deb. Sen tashqarida ko'rgan odam professional deb o'ylaydi debdi. Metrolima. Metroli. Betonlik endi tepaga chiqib, nabel qilamiz.
soat 15 kam 6 bo'libdi. Biz endi chiqdik kitobimiz. Ustavshaya no счастливая dedi shunaqa. Zagarma qanaqa. Yomon qaraldim. Zagarma qarayla qanaqa. Hozir gruppa yig'ilishga qarab o'tiribmiz. Agar bugun charchamagan bo'lsalar, ayam Farshga ketishyaptim bor. Hisi charchamagan bo'lsalar, bo'lmasam nasib qilsa ertaga ketamiz. Vot. Sürpriz, qanday sürpriz? Nima qo'yib ketgan? Naharelar guruh qo'yib ketgan. Abetda qo'ygan va so'lgan, qarang. Shuncha kulib yotdi ustida. Bizlar guruh qo'yib ketgan, charchab bunaqada kulotdik. Ayam mana mayamisan. Ikkimiz ham ko'rib yiqildik kulmoqdan. Body bo'ldi, smechkalla. Na. Diyonak. Ishonasizlar, pul qo'yib ketgan biz emas, ko'pchilik internetda ko'rgan mana shu pul qo'yib ketsa shunaqa 20 necha soat vaqt ketgan. Sizga qarang, gulcha qilgan. Chiroyli qilgan ya buni. Boshqa qilgan.